Salam dostlar, sizler birge men Erşattın ko'ngildarnasi. Biz bugun agam ikimiz doner dayındaytın bolamiz. Bugan qancha zatlar, bizga kartop kerak, kuna turab olamiz, pomidor da sitemiz, so'sin mana bunday tavuq eti kerak. So'sin kariman ko'ru kerak. Birinchi ketdik. Dostlar, unutib barajatdim. Bizga tartar sos kerak, и потом тыжелание kerak. Dostlar, biz ne tavuqni suvga qaynatib oldik. Endi osundayga qo'rib жатырмыз. Dostlar, mana kartopni frisakda qovurib olamiz. İşte aralashtirib olamiz. Dostlar, mana biz ishni olib жатырмыз. Dostlar, biz lavash ulkan bo'lgandan keyin o'rtasidan kesib oldik. Birinchi ketchup va mayonezni qo'yamiz. Ikkinchi et. Endigi кезекте qizartma salатын bo'lamiz. Dostlar, mana biz xiyarlarni qo'yib oldik. Endi koreyskiy salatni bo'lamiz. Dostlar, doner keremet bo'lib chiqayin deb birinchi jasatdim. O'ta taxmasha damda bo'ladi. Endi kesinga kartop solamiz. Kartop stol жабып işte. Ой, жанный кут. Keremet doner oldu. Qanday doner oldu? Dostlar, bol oңай, qiyin emas. Sizlar de uylaringizda osılay dayınlauga bo'ladi. Biz de sos koyarız. Dostlar, biz mayonez koyarız. Endi biz ketchup koyarız. Ne biz ketchupni qo'yib bo'ldik. Endi osılay o'raysizlar. Mana biz o'rab o'tirdik. Mana dayım bo'ldi o'raganimiz. Tamam, temizle. Ne? Start. Mana bizning donerimiz chiqdi. Endi sirtini qizartirish uchun tabağa qo'yатын bo'lamiz. Mana biz qizib turgan tabağa donerni solib, sirtini qizartamiz. Dostlar, mana biz agam ikimiz jasagan doner chiqdi. Ay, sıkıştı. Hoptur. Dostlar, sizler mening kanalıma tirkenmesingizler, like basıp, kommentariya yazıp, подписка basıp ketingizler, qo'ng'iroqchani basıp ketingizler. Sizler bo'lgan men Erşattın ko'ngildarnasi. Sog' bo'lingizlar.